$2500 evaziga Tracker 2 Premier Plus paysida bo'lgan avtomobilimizda video obzor qilaman. Push it, 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 push it. Bu Trackerimiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan holatda a'lo darajada hamma navratlarni qilib qilganmiz. Navratlarni birma-bir aytib o'taman. Yaxshi holatdagi balonlar, RS ablisovkalar, to'liq black piano qilingan, poliklar o'rnatilgan, propan gazlarigacha tayyorlab qo'yilgan. Haydashingizga to'liq tayyor. Bu avtomobilimiz haqida ko'proq ma'lumot beradigan bo'lsam, avtomobilimiz zavod tomonidan panorama tom, avtoparkovka, ya'ni avtomobil o'zini parkovka qiladigan qulayliklari ham bor. Multimediali rul, to'liq avtomobilimiz koja bilan qoplangan, ya'ni kojani rul, kojani obshivkalar. Ana endi bu avtomobilimizning narxiga o'tadigan bo'lsak, bunaqa qulayliklar bilan, bunaqa jihozlar bilan, bunaqa narxda hech qayerdan topa olmaysiz. Har doimgidek Dream Autoda eng arzon avtomobillarni video obzor qilamiz. Avtomobilimiz tan narxi $17.200 ga naqd pulga olib ketishingiz mumkin. Avtokrizga esa $2.500 bilan chiqarib beramiz. Hamma xarajat yechiladi, boshqa xarajat umuman talab qilinmaydi. Bunaqa videolarni yo'qotmaslik uchun bizning Instagram sahifamizga obuna bo'lishingizni so'rab qolaman. Ko'proq ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.